Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar. Hamma sog'liqmi? Oilalar tinchmi? Bardam baquvvatmisiz? Musofirda yurgan aka-ukalar, sizlar zo'rmi? Ishlaringizda rivoj, kisalaringizda barakat, sog' salomatlik tilayman. Parvozlar sizlar xo'rozlaringiz kamida chempion bo'lib yursin. Birgalikda bugungi videomizning mavzusi shu zarar ko'rgandalar haqida. Nimaga sabab? Uju kunlar ham qizdi. Bu zarar ko'rgandalar ham kuchayadi. Savollar ham shu to'g'risida kuchaydi, aka-ukalar. Bugun asosan shu gijjalar, qurtlar haqida gaplashamiz. Parrandani jo'jalarning ichidagi qurtlar, gijjalar. Endi jo'jalarni hozir syomka qilib, tomosha qilib, nima qilamiz? Bu syomka qilish ham juda ham qiyin bo'lib turibdi. Anartega kirib turibdi. Anartedan chiqarsam, bu yoqda aylanib, xullas ketidan quvib, amallab, syomka qilib, tomosha qilib, maslahatlarimizni beramiz. Xullas kalom, gijjalar, qurtlarga e'tiborli bo'lamiz. Endi bir ikkita savol bo'ldi. Gijjasi, qurti borligini qayerdan bilamiz? Qanday alomatlari? Akalar, ukalar, opalar, singillar. Buni eng oddiy varianti axlatiga e'tiborli bo'lasiz. Bu endi oq sichadi. Masalanda, endi siz aytishingiz mumkin, boshqa kasalliklarda ham bu oq sichishi mumkin. Lekin aynan ichida gijjalar, qurtlar bu belgisi parranda oq suyuk sichadi, aka-ukalar. Opa singillarimiz, ana shu nimalariga e'tiborli bo'lasizlar. Shunga e'tiborli bo'lsak, hammasi cho'tki bo'ladi. Endi bu yerda qachon oq sichadi, qachon nima qiladi deb o'tirmosh kerak-da. Shu jo'jalarda 60 kunligidan qurtlarga, gijjalarga qarshi ichirish kerak dorini. Yaxshi bo'ladi. Profilaktika 6 oydan ichirib tursak bo'ladi. Endi bu Albin degani bor. Masalan, 10 ta jo'jaga bitta tabletka hisobida ichkizaveramiz. Xudo xolasa qonimiz endi bo'ladi. Endi birinchi, ikkinchi kirib chiqarganda qiyin-da bular. Kirish ham qiyin, chiqish ham qiyin. Qani. Kir. Qani, xalanga. Kora. Hadi ikinci çıkarışımız bu ana. Kiriş ham qiyin, chiqish ham qiyin. Qani, 2 kundan keyin o'rganib ketadi-da. Kirdi, xudo xolasa. Ana ichgan kirdilar emas. Yanını suvunu tayyor qilib qo'yganman. Bir yaylovda qarn to'ymaydi. Akalar, ukalar, Taysondan ko'rsatib o'tadi. Buni ham so'ragan aka-ukalarimiz uchun. Jo'jamiz 7,5 oylik bo'ldi. Toshni. Pix degan narsa yo'q hali. Pixini yaqindan ko'rsataman. Aka-ukalar. Вообще pixini o'rni bor. Yosh jo'ja 7,5 oylik. Bular bir hafta 10 kun bo'ldi. Ko'rsatmadik buni. Shunga oralikda buni ham bir ko'rsatib o'tadi.
hali bekorchi qilinmagan umuman. Bitta ikkita aka-ukalarimiz aytadi-da, Farhod aka, menda bo'lganda ayam 100 marta bekorchi qilar edim. Yo'q aka-ukalar. Bu narsa noto'g'ri. Jo'ja kamida yoshiga to'lishi kerak-da. Uni o'ynaganingiz foydasi yo'q. Jo'jani zararlab qo'yishingiz mumkin. O'zi konkretniy zarbasi o'ta kuchli bo'lsa, o'zini zarbasiga o'zini mayib qilib qo'yishi mumkin-da. Hozir endi bu bo'yiga tortib turibdi aka-ukalar. Xudo xolasa bo'yiga o'sib bo'lgandan keyin eniga o'sadi. Mana pari. Endi bizlar ham yoshlikda tajribasiz paytimizda yosh cho'chalarni urishtirib, majbur qilib tashlaganmiz-da. Shuning uchun hozir ehtiyot bo'lamiz. Avvalambor suyagi qotishi kerak-da buni. Masalan, katta vazndagilar masalan 17-18 oygacha o'zini tutib ola olmaydi aka-ukalar. Yengil vazndagilar tutib olishi mumkin ertaroq. 11-12 oyda davrada o'ynash mumkin, lekin bu tijolo vez kamida 17-18 oy bu urishmaydi, urishtirmaymiz. Xudo xolasa ya nasib sog' salomat yursak, xo'razam sog' salomat yursa, umri kunni bergan bo'lsa, Telegramdan buni polniy bekorchilarini qo'yib berishga harakat qilaman. Ko'ramiz bu nimaga nokautchimiz bor, shunga yuvarib ko'ramiz. Agar nokautchiga chidasa, 10 minut chidasa bo'ldi, zo'r xo'rozligi shu. Nokautchimiz nimaga deganda, o'zi 5-6 sekundda urib turibdi-da u tengini. Xudo xolasa bu ham zo'r narsa bo'ladi degan umiddamiz. Bir ham Alloh. Aka-ukalar so'ragan odamlar uchun bu. Yana bitta narsa, bitta singlimiz kommentariy yozibdi. Namuncha aka-ukalar deysiz. Singillar ham bizlar ham ko'ramiz debdi-da. Rahmat e'tibor uchun. Endi men ko'pincha hozir kunlarda ko'pincha shu dekan parvozlar, dekan xo'rozlar bo'yicha chiqib turibman. Endi xonaki boqadiganlarga ham tavsiyalarimizni beramiz ko'p-ko'p. Lekin asosan shu dekan bo'yicha chiqqanimiz uchun ko'pincha endi bu aka-ukalarimiz qiziqadi-da dekanga. Ayol kishilarimiz kamroq, shuning uchun ko'proq aka-ukalar deymiz-da. To'g'ri tushunasiz. Lekin shu xonaki parranda bo'yicha ham hamma parrandalar bo'yicha shu tavsiyalarimizni berib boramiz. Nimaga deganda hammasini boqqanmiz, hammasi tajribamizda bor. Aka-ukalar sog' salomat bo'lasizlar. Xo'rozlaringiz kamida chempion bo'lib yursin. Telegram guruhimizga o'tinglar, silkasini kommentariyada qo'yaman. Ustiga bossangiz Telegramga o'tasiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsizlar.